Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun ba'zi bir yana yangi vakansiyalarimiz bor. Bu vakansiyalarni yetkazmasdan oldin do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar. Bundan tashqari, doimgidek menga bog'lanmoqchi bo'layotganlar mana shu Instagramdan bog'lanishlaring mumkin. Sayohat olami deb yozsalaring chiqadi. Telegramdan ham yozsalaring bo'ladi. Sayohat olami deb yozsalaring chiqadi. Bunda 14 ming a'zosi bor. 14 mingdan ko'proq a'zosi bor Telegram gruppamizda. Kirsalaring do'stlar, Telegramda hech kim yoza olmaydi. Faqatgina u yerda men o'zimni silkamni qo'yib qo'yganman. Kuchukcha admin chiziqcha bir qilib yozilgan, ya'ni Zoir aka deb yozib ham qo'yganman. Zoir akaga shunday to'g'ridan bog'lanishlaring mumkin deb meni o'zimni lichkamga kirasizlar. Do'stlar, bu vakansiyamiz birinchi bo'lib Germaniyadan keldi do'stlar. Germaniyada mavsumiy ishlar keldi. Bolgariyada do'stlar, Bolgariyada hamshiralar kerak bo'lib turibdi. Bundan tashqari do'stlar, yana chevar ayollar ham kerak. Agar kimda kim chevar bo'ladigan bo'lsa, rus tilini hech bo'lmasa muloqot darajasida bo'lsa ham bilish kerak. Mana shuni bilgan insonlar bo'lsa, menga yana aytaman, takror aytamanki, Instagram va Telegramimizdan bog'lanishlaring mumkin do'stlar. Asosiy bularni yetkazmasdan oldin Germaniyadan boshlasak do'stlar. Germaniyani vakansiyasi bu yerga mavsumiy ish do'stlar. Germaniyadagi ham sezonli ish bo'lib 8 oylik bo'ladi do'stlar. Qishloq xo'jaligida do'stlar, bu ishlar joy Germaniya, Nijnaya Saksoniya degan yerda do'stlar. Kerakli xodimlar issiqxonada qo'ziqorin yig'ish va qadoqlash ishlari do'stlar. Ish mana shu ishlar. Vazifalari qo'ziqorinlarni yig'ish va qadoqlash. Talablari 40 yoshgacha bo'lgan ayol va erkaklar qabul qilinadi do'stlar. Bunga ish o'rinlari soni 80 kishi kerak do'stlar. 80 ta odam olinadi deyapti. Rus tilini tushunish darajasini bilish kerak bo'ladi. Hujjatlari tayyorlash muddati viza markazigacha 60 kun do'stlar. To sizlarda shu vizaga kirgunlaringcha 60 kun orasida, ya'ni ish kunida sizlarda dokumentlaring tayyor bo'ladi. Viza navbati ish beruvchi tomonidan tashkil qilinadi do'stlar. Oylik maoshlari do'stlar 1,5 ming yevro bilan ish grafigi, to'liq ish kunlari, ovqatlanish ish joyida tushlik beriladi do'stlar. Bo'lka, sandvich, choy va kafe shunga o'xshagan narsalarni beradi. Turar joylar har bitta xonada do'stlar, keyin 4 kishi yashaydi. 200 yevrodan lekin maoshlaringdan ushlab qoladi, xabarlaring bo'lsin. Qo'shimcha ma'lumotlar faqat MDH davlatlaridan fuqarolar qabul qilinadi. Hujjatlar zagran pasport kerak bo'ladi do'stlar. Haydovchilik guvohnomasi bo'lsa agar ikki tomonni skaner qilib buni ham tashlab beradi. Anketa ingliz tilida to'ldirishlaring kerak bo'ladi. Ya'ni CV, resume deb ataladi. Bularni tahlab tashlab berishlaring kerak bo'ladi. Bundan tashqari sudlanmaganlik to'g'risida ma'lumotnoma, bu ham ingliz tilida yoki rus tilida olasizlar, ingliz tiliga apostol qilib berasizlar bularni do'stlar. Mana shu ishimiz bor. Bularni qancha pulga qilinadi, nech pulga qilinadi, bularni albatta sizlarga aytib o'taman. Keyingi vakansiyamiz ham do'stlar Bolgariyada bo'lib, bu mavsumiy ish emas, bu doimiy ish. D viza 3 yillik bo'ladi do'stlar. Ish sharoitlari oylik sof maoshi ovqat uchun plus 100 yevro beradi, bepul turar joy beradi, kvartira, ya'ni 3 kishi, 4 kishi yashaydi bitta kvartirada. Ish grafigi haftasiga 5 kun ish bo'lib, dushanbadan jumagacha bo'lib, soat 9 dan 6 gacha ish bo'ladi do'stlar. Kechki payti 6 gacha. Shanba, yakshanba kunlarda dam olish bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy. Xohlaslaring dam olasizlar, xohlaslaring shanba, yakshanba kuni ham ishlashlaring bo'ladi. Ya'ni har bir kuni uchun plus 25 yevro yoziladi. Mana shu dam olish kunlarda ishlaydigan bo'lsalaring. Talablar, ya'ni afzal tajribali bo'lish eng muhim. Ya'ni tikuvchilar shu tajribali bo'lish kerak. Oilaviy holati va farzandlari ahamiyatsiz. Ya'ni bola chaqa bo'lib bo'lmasligi unchalik bizga ahamiyatsiz deyapti. Bolasi bormi, yo'qmi, bu yoqqa qizig'i yo'q deyapti. Xullas, rus tilini kamida tushunish darajasida do'stlar bilish kerak. O'zi haqida qisqacha video va ishlaridan namuna video yuborish kerak bo'ladi. Agar siz tikuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz haqingizda ozgina bir gapirib, ham tikayotganingizda gapirasizmi? Mana shunaqa men mana chevar, mana bunaqa ishlarni chiqaman deb bir qisqacha bir o'zingizni videoingizni yoki bo'lmasam
qilgan ishlaringizdan ozgina ko'rsatib, ham tikayotganingizni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Ish beruvchi bilan albatta suhbat bo'ladi do'stlar, rus tilida suhbat bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar: ayollar butik uchun ayollar kiyimini tikadi. Turar joy xodimlari uchun kvartira ijaradan olinadi. Bir kvartirada taxminan 4 ta tikuvchi ayol yashaydi. Tepada aytilgan edi, yana takror bu yerda yozibdi. Shu 800 yevrodan boshlaydi eng kami do'stlar va 800 yevrodan 850 yevro. Bundan tashqari shanba, yakshanba kunlari ishlaydigan bo'lsalaring, plus u tomondan ham kuningizga 25 yevro qo'shiladi. Mana shunaqa bir nimalari bor. Oyingizga pashti 1000 ni tepasida ishlasalaring bo'ladi do'stlar. Shunaqa endi ayollar bo'ladigan bo'lsa, bu ishlarga kelishlari mumkin. Do'stlar, va yana bundan tashqari kecha yana men chiqargandim, bitta vakansiya chiqargandim. Albatta kimlardir ko'rdi, kimlardir ko'rmadi bu videoni. Buni yana men qisqacha sizlarga aytib o'tay. 3-vakansiyamiz bu ham Bolgariyadan bo'lib, hamshiralar kerak do'stlar. El Havo degan shaharda ekan, nimani, Bolgariyani. Joylar soni albatta bor, ko'p. Vazifalari doktorlarga yordamchi, yonida turadigan, haligi ancha-muncha bir ishlarini qilib beradigan doktorlar yonida turib, baloni olib berib tur, buni olib berib tur desa, shu qo'liga uncha-muncha ruchkalarni tayyorlab, yozadiganda varaqlarni tayyorlab berasiz. Xullas shunaqa bir ishlar. Yoki masalan ukol qiladigan bo'lsa, dorilarni olib tayyorlab, stol ustiga qo'yib turasiz. Endi Yevropada shunaqa do'stlar. Mana shunaqa bir hamshiralar kerak bo'ladi. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Endi yana videoni boshidagi vakansiyamizga, Germaniya vakansiyamizga keladigan bo'lsak do'stlar, Germaniyadagi vakansiyamiz afsuski biroz bir qimmat aytishdi, lekin vizaga ham hech kim garantiya bera olmaydi deb o'zlari ham aytishyapti. Ya'ni firmani o'zi ham aytadi do'stlar. Shuning uchun ham xabarlaring bo'lsin. Do'stlar, narxini 2800 yevroga qilib beriladigan bo'lyapti do'stlar. Bu degani 3000 dollarga yaqin bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa majbur emas do'stlar. Ya'ni misol to'g'risi men bularda sizlarga bir narxlarni aytar ekan, ichim achishyapti. Gapni ochig'i ham ichim achishyapti. Nimaga qimmat? Haqiqatan ham qimmat Germaniyaniki. Lekin hech bo'lmasa bir nimasini, bir vizasini, bir garantiyasi bormi desa, endi hech kim garantiya nima qilib bera olmaydi deydi. Xohlasa Bolgariyadagilarga ham qilib berishibdi, hattoki vizalarni ham tashlab berdi menga. Vizalarni Bolgariyaniki shu Germaniyadan olgan, sizlarga mana qo'yaman mana shu yerga, mana qo'ydim pashti. Shu yerdan ko'rsalaring bo'ladi. Mana shu vizalarni Bolgariyadan olib kelganlar bor. O'zbekistondan ham olib kelishyapti deb shunday deyishdi, lekin hali beri O'zbekistonga qilganimiz yo'q dedi. Agar xohlasang qilaveramiz dedi, problema yo'q dedi. Boshqa bir davlatlardan kelayotgan insonlar bor dedi. Xohlovchilar bo'lsa, mana shu Germaniyaga 8 oylik mavsumiy ishlarga bo'ladigan bo'lsa, boraman zoiraga deydigan bo'lsa do'stlar, xabarlaring bo'lsin. Oldindan 1000 to'lov bo'ladi. Undan keyin yana 1200 to'lov bo'ladi. Oxirida keyin bir 600 atrofida yana to'lov bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol menga yana chiqaverasizlar inshaalloh. Vakansiyalar bo'yicha albatta kanalimda ham juda ko'p, Telegram gruppamda ham pomni men vakansiyalarni qo'yib kelyapman. Bundan tashqari kanalimda ham, mana shu YouTube kanalimizda ham juda vakansiyalar ko'p. Bemalol vaqtlaring bo'lganda ko'rib, bir tanishib chiqib, undan keyin aniq bir tayyor bo'ladigan insonlar bo'lsa, menga Telegramimizga kirib, Telegramdan meni o'zimni Telegram silkamga ustiga bossalaring, lichkamga kiradi. Lichkamdan to'g'ridan menga yozsalaring bo'ladi do'stlar. Lekin juda odam ko'pligi uchun hammaga ham uspet qilib sirazi men javob qaytara olmayapman. 1-2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun, hatto bir haftagacha ham cho'zilib ketib qolyapti Telegram. Instagramga hozir qaramay ham qo'ydim. Chunki yordamchim yo'q menga hozir nima qilgani, shuni ham to'g'ri tushunasizlar. Instagramdagilar sizlar ham to'g'ri tushunasizlar. Sizlarga javob bergani vaqtdan bo'lmayapti gapni ochig'i. Xudo xolasa yordamchi olsak, Alloh nasib keyin yana Instagramdan davom ettiramiz. Hammaning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.